Şinjangdaki en güzel 10 joy. 10-sıga çok koy kalalar hamma yerni qoplagan. Söp-süzük so'mratdek suvlar eqib turgan Shiyata daryosi xuddi bir dal qosh teshi arg'amchadek suzilib yotgan. Mana bu ko'rinish haqiqiy bir go'zal manzara. 9-Ko'kto'qay. Bugungi kunda Ko'kto'qay dunyo bo'yicha darajadan tashqari boyligi mo'l Kan manzara rayoniga aylandi ham nihoyat ko'plagan sayohatchilarni jalb qildi. Bu joy bo'lsa o'zgacha manzarasi va mo'l qazilma boyligi bilan dongliq hayot kuchga to'lgan joyga aylandi. 10. Şinjangning go'zalligi Ilida. Bu faslda Ilining hamma yeri yeşillikqa purkangan bo'lib, balkim bu yerga kelib boqqanda ondan his tuyg'u boshqacha bo'ladi. Bu o'rmonlik va yayloq tushingiz emas, haqiqiy ko'z oldingizda mavjud. Ular xuddi bir parcha g'oyat zo'r rasmga o'xshash osmon bilan zaminning orasida yeyilib turdi. Bepoyon ham sop ham tabiiy, nihoyat go'zal. Agar siz G'o'ljiga kelmasangiz, Şinjangning mushundoq go'zal ekanligini qandoqmi bilalaysiz? Inkas rayoniga siz borgan joylarni yezib qo'yishni unutib qolmang. Meni qo'shib eng nodir sayohat uchurlari davomli qo'ziringizda.